Zhao Yun, Zhao Zilong'ni yoqtirmaydigan odam yo'q deymi? 他是何人？随众战将，报上姓名，我来查三赵子龙。 Undan qolsa Zhao Zilong'ning zot kamchiligi bormi yo'q? Yurak berib saqlayotganligi filmning davomini ko'rdik. Uch podshohlarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhao Yun, Zhao Zilong o'zining egisiga ajoyib sodiq, ajoyib zabardast bo'lgan. Uning ustiga nihoyat gap anglaydi. Asosan xatolik o'tkazmaydi deyishga bo'ladi. Uningki tarixdan hozirgacha kishilarning qalbidagi obrazi ajoyib yaxshi. Haqiqiy palvon sanıladigan bir kishi desak bo'ladi. Undan qolsa Zhao Zilongning kamchiligi bormi yo'q? Endi kamchillik deyishga to'g'ri kelsa, uningki xulqining adidi yumshoq, adidan ortiq yumshoqligini biz kamchilik desak bo'ladi. Chunki u bak gap anglaydi. Hech qanday kishiga qarshi chiqmaydi. O'zidan cho'ng, o'zidan yuqori mansabli kishilarning gapini bak anglaydi. Bo'libmi Zhu Guoliang, Liu Bei, Guan Yu Zhangfei degandek. Shu sababdan u Liu Bei tarafidan alayda e'tiborlanishga, ya'ni alayda bir imtiyozga ega bo'lmaydi desak bo'ladi. Chunki Liu Bei ayni vaqtda Zhao Yunni epmangan vaqtda biz 4 qarindosh bo'laydi. Sen bilan men qarindosh bo'laman deb uning va'da berdi. Ammo keyin u va'dasini amalga oshirmaydi. Yanlar o'zining qo'llastidagi bir qo'dug'ich sifatida uni muomala qildi. Buni biz nereden ko'rib olamiz degan vaqtda Liu Bei'ninki ayoli, ya'ni Sunchuanning singlisi Adoni ilib yurtga qaytgan vaqtda buni Zhao Yun to'sdi. To'sgan vaqtda Liu Bei'ning ayoli uni qat'iy ko'zga ilmaydi. Sen mening yo'ldishimninki, ya'ni Liu Bei'ninki qo'l ostidagi bir odatdagi sanğın turib men to'sashga haddim olmadi. Keyin Zhangfei kelgandiki uning hurmat bildirdi. Demak, mushadilla biz Liu Bei'ninki ular ikkisiga bo'lgan muomalasi va tutgan pozitsiyasini his qila olamiz. Demak, Zhao Yunninki bak qulog'ining yumshoq bo'lishi, o'zini ifodalashga, o'zini qo'dashga bak kuchli bo'lmaganligi uchun Liu Bei degandek asldikdek okini oldida, qarindosh oldida bulanmaydi deyishga bo'ladi. Ammo kishilar qalbidagi obrazi Zhao Yunning yana nihoyat yuqori. Agar sizmi bu gaplarim qo'shilsangiz, inkas rayoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p, jamoatchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.